Avvalambor assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan xonimlar va janoblar. Sizlar bilan China Motors YouTube kanali. Hozir biz sizlarga to'liq obzorini va to'liq ma'lumotini berib o'tadigan mashinamiz orqamda turgan Jack M4 avtomat korobka. Bu mashina haqida sizlarga batafsil to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Kamino Kamtarning ismlari Isomiddin, familiyasi Narzulayev. Xullas, mashina haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Mashinamizning motor qismi 2 turbo, 180 tadan ziyod ot kuchi bor. Mashinamizni balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismi 16-razmerda, o'zini quyma saka diskasi. Xudo xolasa balon olib, almashtirib o'tishda hech qachon hojati bo'lmaydi. Xudo xolasa mashinani olasiz, hech qanaqa bez, rasxodsiz mashinani mazza qilib minib haydaysiz degan umiddamiz. Xullas, mashinamiz mini van tipida bo'ladi. Marhamat qilib ichlarini, oldilarini ko'rsatishingiz mumkin. Mashinamiz 2 turbo deb aytdim. Skor korobkalari avtomat korobka bo'ladi. Bemalol mexanikadan charchaganlar uchun, mexanikadan zerikkanlar uchun juda ham qulay deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish esimdan chiqib qolibdi. Aytadigan narsam, bu mashina haqida bitta ajoyib sizlarga yangiligimiz bor. Bu ajoyib yangilikni oxirida aytib o'taman. Menimcha bu mashinani oldindan so'rab surishtirib yurgan odamlar uchun juda ham yoqadigan, juda ham bir ularning kayfiyatini ko'taradigan haqiqiy yangilik bo'ladi degan umiddaman. Xullas, operatorimiz yonimizga yaqinroq kelib olasiz degan umiddaman. Xullas, ishlarini ko'rsatdik. Skor korobkalari avtomat bo'ladi. Rullarida u tomondan kelamiz keyingi safar. Xullas, orqalarini ko'rsatib o'taylik. Operatorimiz mashinamiz 9 talik bo'ladi, mini van bo'ladi. Bemalol B pravada haydasa bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, biz ancha vaqtdan beri bu mashinalarni sotib kelyapmiz. Xudo xolasa, avtomat korobkasi hech qachon uyaltirmaydi. Buni mexanikasini ham sotganmiz. Bundan arzonchiroq varianti, M3 variantini ham sotganmiz. Xudo xolasa, mashina inshaalloh uyaltirmaydi. Keyin yangiligimni ham aytaman, xudo xolasa. Siz kutinglar, oxirigacha kutinglar YouTube ahli. 9 ta odam ketadi, bularning joyi o'zgaradi, almashadi, yotadi, turadi. Har bitta odam uchun alohida zaryad qo'yadigan joylari bor. Xullas, u tomondan kelaylik. Mashinani yopib turaman. Mashinamiz sizlarga menimcha yoqadi, chunki bu mashina kimga yoqmaydi. Xullas, mashinamiz haqida yanada to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Cruise kontroli bor. Polni multifunksionalning roli bor. Bemalol 220 ga chiqadi. Bu o'zim haydab ko'rganman. Bemalol uyalmaysizlar, nima desam bo'ladi. Ko'p mashinalarni olgandan keyin 140 dan u yog'iga o'tmaydi, chirillab qoladi. Yo'q, bu unaqa emas. 180 ham agar tezlikdan qo'rqmasangiz 220 ga ham chiqadi. Xudo xolasa umuman uyaltirmaydi. Polni salonimizda haydovchilarga, driverlarga qanaqadir bir nima kerakli narsa bo'lsa hammasi bor. Xudo xolasa umuman muammo bo'lmaydi. Hamma joyi bor, ochki qo'yadigan joylari bor mana. Mashinamizni driverlarga, haydovchilarga qulayligi juda ham ko'p. Обычный o'zini holatida agar sirenalarni yechib uzoq yo'lga yoki bironta davlatga yuk tashib ishlataman desangiz ham bemalol 2 tonna yukni ko'tara oladi. Xudo xolasa, uyaltirmaydi mashinamiz. Hech qachon hali aynan Jack tipidagi любой mashinamiz uyaltirib qo'ymagan. Masalan, bulardan ham bor. Mana yana avtomat korobka. Xullas, mashinamiz 9 ta odamni o'z bag'riga sig'dira oladi. Bemalol boshqa davlatga qatnashishingiz mumkin bu mashinani olgandan keyin, yokida viloyatdan viloyatga qatnashishingiz mumkin. Nima uchun buni aytyapman? Chunki mashinamiz avtomat korobka, motori 2 turbo, 180 tadan ziyod ot kuchi bor. Yana qaytadan aytib o'tyapman boshda aytgan ma'lumotlarimni. Balonlari 16-razmerda. Xullas, bemalol juda ham uzoq masofaga mashinamizni olib qatnab, xullas mazza qilib haydaysiz. Mashina masla mashina. Xudo xolasa, umuman uyaltirmaydi. Mazza qilasizlar inshaalloh. Xullas, Marat akamiz aytadi-ku, masla turibdi hali. Kelib, ko'rib, tekshirib, bemalol ketasiz. Bitta aybi chiqsa, pulingizni qaytarib beraman. Bitta petnos chiqsa, pulingizni qaytarib beramiz. Maslada mashina mazza qilib haydaysiz. Jigar, turishini qarang. Eshak deb qo'yadi-ku. Olib ketmaysizmi bu mashinani? Xullas, mashinani orqa tomonlaridan ham bitta ko'rsating iloji boricha.
Mashinamiz orqa tomondan juda ham chiroyli. Xudo xohlasa uyaltirmaydi. Qariyb 5 yildan beri sotib kelayotgan bo'lsak, bu aynan Jack tipidagi minivan, mikroavtobus. Xullas, polni sotib kelyapmiz, hech qachon uyaltirmaydi. Bang! Xullas azizlar, eng hamma kutgan boshida aytaman degan yangiligimda aytib o'taman. Xullas, yangiligimiz shundan iboratki, mashinamizning narxi $28,500 edi. Hozir China Motorsdan mana shu 20 kun ichida kelib xarid qilib olsangiz, mashinamizning narxi 26,000 bilan chiqadi. Xudo xohlasa, bemalol kredit ham qilsangiz bo'ladi. Endi shartnomasini chiqarib beramiz. O'zingiz xohlagan bankingizga borib, o'zingiz xohlagan shaklda, o'zingizga xohlagan yo'nalishda mashinani bemalol bizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Shartnomasini chiqarib beramiz. Xohlagan bankingizga borib, avtokredit rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa, umuman uyaltirmaydi. Yangiligimiz shundan iborat edi. Sizlarga bu yangiligimiz yoqdi degan umiddaman. $2,000 yo'q. $2,500 sizlar uchun biz skidka qilib qo'yganmiz. China Motorsdan kelib mashinani xarid qiling va bemalol pul ishlashda davom eting.